kaçan toyası? Başlaydı hoşallıkla tolgan günü. Hoşalmasana oldu mu oğlum? Kapsızlıktan daim terip süreymen kapılıp Anlasam bu günden ne caratılandı Şıkılı beni hatırcam kınmaysan kovalan. Moyeler üzülmeydu her kıl yenilir Böyle sebep olmasa? Testenlik yok Ha benden Kölük git gelecek. Kanatlansa arzuyum yetsem nişanlarımda. Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmet kızım, rahmet. Bolsam deymen yaxşı ülge inilirim var. Hem bu bana sizdek oynasa deyme kızım. Her üstüne mihir bilen sügüler. Güllendirip acır miknetten. Üzülmüşsün ailemizin hoşaf gelgiler. Bu ailege kara. Vay ruhsat çocuk. Vay. Assalamualaikum. Zafer mama. Aleykümselam aka. Yaxshi ko'rdim. Hoş aka, chaqirib ekansiz, telefoningizni qo'yib bilan kelishasiz. Manda Stefkom. Qan, avval bir ağaç o'tirma. Yetishamiz. Ben bir çay demlep çıkay. Ma'qul. Hatta ondan turam Yaxshi aka, salomat bo'lib turibsiz. Ha, balangiz shu hali cho'ngib qoldimi? Ha, cho'ngib qoldi aka. Shu baldira to'y qilgan bo'lsak, yaxshi ekan, uqmoqlik emasman. O'sha bola tug'ilgandan boshlab, endi nima ish balda to'y qilmagandim, deb pishman qilyapman. Balangiz juda tatlı qilib ketganda 8 oylik qoldimi? Ha. Vaqil kundan kunga qiliqlari chiqib hozir. Degan talog'im chiqis kelmaydi ekan. Qiz ha? Ha. Enim Ekber'ni sizim tanıysiz. Ha. O to'liq o'tirni, onun dekin oliy maktabni ishkirda o'qib, o'qishtirib kelganim 2 yilda ko'p qoldi. Shu endi o yeshimi bir berib qoldi cho'fkan. Endi men cho'nglar yaqindan beri quloq minimni yeb ketdim ufkonni bir o'ylab etsak deb. Shuni bilan bu o'zidan bir so'rab boqay desam, texi menga hech bir tutib qo'ymaydi. Hem ko'ngildagini tex demaydi. Shu uyan o'ylab, bu yan o'ylab, endi siz bilan tanishib olgandek ufkam. Mush qo'sqitib gapni bir anglab boqamdiki deb shu chaqirdi şimdi. Voy rahmat aka. Men shundoq o'z bilib, shundoq muqaddas vazifani menga berganligingizni bek faxrlandim. Chaylan ufkam. Anlasam bir to'y qilishga bitishgan bir qizi bormish. Lekin o rasmo, yolg'onmi, taqa bu menga noma'lum. Barmış o tehe. Shuni qarasam Oliy Saniya maktabda birga o'qigan uni men uqmadim ufkam. Saniya shuni bilan endi sizningki yurishtirishingiz sal ko'proq. Bardigan turdigan yeringiz jiqroq. Uning ustiga hali tajriba ko'p qoldi. Shu inimiz ikkisi tang tushgan ekan, mush inimizniki bir qo'sqidi gapni bir abbaqsa deganda shuni chaqirtishim. Endi yana bir ishim ufkam navoda o'zining to'y qilish bitishgan edim bo'lib qolsa, shu bitib bo'lsin. Shundaymi? Agar unda bo'lmay qolsa ufkam, men siz bir malol ko'rmay, endi bu bolaninki ya bir tanish bilishtirma degandek chiqamas shu. Endi jiq vaqtini shu ishga o'tkazdi emasmi? O'qiyman deb.
Şu muş jihatda mushning to'y ishiga bir yordam qilamdiki deb mush bosh qatimchilik bilan chaqirgandim ukamsiz. Ha, Jatag'ib aka, men o'zim eningiz bilan sirtdan obdan tanishimiz. Ha, qolgan gap so'zini men uning yurak so'zini anglayman aka. Siz xotirjam bo'ling, mush ishning hammini men o'zingiz o'ylagandek yaxshi bitirishga tirishaman. Rahmat ukam, rahmat. Uning ustiga bu ishkillarda o'qib bütün yerim hayatını o'qish bilan bitirib o'tgan bu yoshlar hammasi ish mijoz qildi ekanda. Uning sizning o'ydikilar bir-biringizlarni bak hurmat qilasizlar. Bunda gapni akufga sizga qanday yurak so'zimi xijil bo'lib demaydi. Endi aramizda xil falsafa yo'q. Shu. Shu bu faqatla menga bunday gapni degan unmaydi-ku. Boshqa bo'lsa deydi, tijorat to'g'riliq gap qiladi. Bosh to'g'riliq gap qiladi. Material lozim bo'lsa, ekib birdi, lekin ma to'g'riliq gap qilsam, o'zing chet kelib qochadi. Qolganni men o'zim to'g'rilab aka, muhabbati bo'lsa, muhabbati borligini. Agar bo'lmay qolib qolsa, ayolimningmi o'zi bilan birga o'qigan nayt yaxshi, bak safoliq, axloqli qizlar bor ekan deyman do'stlar. Shuning bilan asta bir yerga akab qo'yamiz deyman aka. Rahmat. Men shu demayotgan gapimni siz oxir dedingiz ukam. Mush ishni bir qurashtirilib ukam. Bo'ldi aka. Uning ustiga sizga savobni bo'lib qoladi. To'g'ri. Necha vaqtingiz istamam shunday bir xizmatingiz chiqsin deb orzu qilib, bir xizmatingizni qilib olg'im bordi. Mana bugun bu fursatga erishdim aka. Uning ustiga sizni hamma bak hurmat qilaman. O'zimizni instak bilginingizda bak xo'sh bo'ldim aka. Bek yaxshi bo'ldi. Bururoq ashi deyish beqang desam, qanday deysiz. Muzaffar akammi Mush idorada ishlar bo'lib qolsa, aka bir haqida bir ishingiz bo'lsa bizni chaqirib, ishingizni qilib bersakmi, faqat o'zining eg'irchiligini haq sanmaydi emasman. Bu odamning axloq fazilati bizga yoshlarga bak ulgu bo'ldi. Rahmat ukam, rahmat. Ajab maqtab ketdingiz-a Muzaffar akangizni? Voy, yo'q deymi yanga. Biz mush Muzaffar akamdek shunda odamlardan bulamizmi, shunda ishlarni qila olamizmi? Bizda idorada sizlar ishqon olis to'g'riliq nurg'un paranglarni qilibmiz deyman. Muzaffar akamning axloq to'g'riliqchimi? Muzaffar akamdek odamga tegib og'ringizni xo'sh bo'lsin bo'ldi. Mana. Endi ukam shu. Voy, Saniya, navbat chiqinglarmi, choy qilib qo'yay. Şunoganda biz qiz tarafini bek bir tanımagandikken anlasam sizni bek yaqin do'st deydi. Bir yordam qilammikinmish ishda deb bek izlab ketgandim. Aqa yordam qilammikin deganni o'zimizning ish tutsak. Sanixan, sizning eningiz mening o'g'limga o'xshashli emasmi? Undaq yod ko'rangchi-mi meni? Rahmat. Shunda deydiganingizni bildim. Shu Muzaffar ikkimiz u yon o'ylashib, bu yon o'ylashib oxir deyli deb sizga. Rahmat. O'z ko'nglinizga rahmat. Menga ishni bu maslahatni berganingizga men shunchalik xush bo'ldim dana. Voy, shu. Xudoyim, tova. Bundaqmi joyiga kelib ketamdi deyman. U yoqqa o'tman, lapit qarayman, bu yoqqa o'tman, lapitil qarayman. Azaldan ko'zim tushgandi bu qizga. Endi bizning bu o'g'il sizning eningizga gap ketmaydi-ku. Xuddi hilqi oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandek bo'lib ketibdi-da. Oy. Shunchalik joyida ish yaptı. Şu hamda bir qudu tarafda bir igizpas gap so'z bo'lib qolmasin bek bilishmagandikin deb Muzaffar bilan jiq maslahatlashib oxirananikin deyli bir yordam qilsin deb chaqirgan. Yaxshi degandim sizni. Yaxshi yaptı. Mana bevosita deganingiz yaxshi yaptı emasmi? Shunda o'z ko'ngliningizga rahmat. Ajab xush bo'ldim. O'z ko'nglimdan o'zimizning balisi tursa, oldimda cho'g'ab tursa bu bola. Xudoyim, tursa. Bu ishlarni cho'qaram. Joyiga keltirib toza. Shunchalik yaxshi aplab etdimiz. Unda xo'sh qarab, siz xotirjam bo'ling. Men bir berib, oyoqlarimni bir to'murlarni tutib, ishlar naychi bo'ldi-da, sizga adil javobini beray. Ma'qul, bek rahmat. Tova. Bu muqim xizmat yo'q deganmi gap bo'ldi mana shu zamonda. Degan qamlashmagan. Shuni birdanga, singlim. Shunchalik chiroyli gap qilib, uni undaq deb, buni bundaq deb, demismi bu bal degan shundaq bir esil bo'lib tursa. Shu emasmi? Desam chiroyli kulib o'ltag'andi. Endi bu ish hal bo'ldi desam, top kutilam. Bo'lmam muqim xizmati yo'q ekan. Bu musobaq esil bo'ldi, yaxshi tarbiya ko'rgandi deblam muqim xizmati yo'q ekan deblam qattiq o'tirib qoldi. Voy, tova. Shuning bilan yana gap qildim danga. Endi qanday qilamiz? Biz o'g'il taraf bo'lgankin, yana uni desam, buni desam, gaplarni qilyapman, ko'zimga helqi bolalarga ko'rinib ketyapti danga. Azalda men bu bola omroqdim emasmi?
Voy canım balam, endi qandaq qilaman deb tursam, bu ayol ancha-muncha yumshagandek turadi. Hey, Xudoyim shuning bilan qo'shilib, endi yumshagan ximirlar xili joyiga bordigan bo'ldi deb tursam, tok kutilam, yo'l shikir qoldi. Yo'l shikiriblam, chiroyli salom beriblam, muzdekla o'tiriblam, gapning oldi-oqini bildigandeklam, yumshagan ximirni to'ngtibli qo'ydi. Muqim xizmati yo'qqa qandaq qilamiz bir akishning deb. Oye, şunun bilan endi nima dey? Endi bu ishni yana azroq umid qoldirib qo'yay deb qarang. Yeni chiroyli gaplarni qilib, tazimdan yeni ishkini qilib, atligi boshqa bir kelaman deb qaytib keldim. Ya bo'lmasa Muzaffar, Akbarjon deb ma'murlik imtihoniga qatnashmoqsizmi yo? Bir idoraga berib. Ha, shirkatning ishimiz bir bachamdoq. Sizim gapim bor deb davr degansiz. Bizden burun ata-onamızın xizmeti yoktu. Bizden bu bekip, çoğun kılıp, âli mektepte okutup, bana hazır xizmet kimi çıkarıp şunda yaxşı günü geliştirdik o. Hem de bu günün kelgende, hem de xizmetmiş, toy kılıştan aldığın şart topkaptım ha. Kaçan mı tügemiş, tömür tabakının kemiş, kalak ediysi. Şunu da bu adamların bir xil buludu iken. Onun sizden mi haberiniz var? Bu Ekber'nin 8 saat muqim oturup işlediği işler digendek hoş yok bunun şu. Şu. Oğul bal degan başında jigarlik bo'lganmi yaxshi Muzaffar? Şu emasmi? Eras. Aqsal o'zi nima ish qildik ya? Akbarjonning deyishicha oliy maktabni bitirib bir yerda vaqtliq ishlab turayotgan o'xshamamda? Nima? Vaqtliq? Ha? Vaqtliq ishlamdik ya? Ha. Qanday qilayman da qaz nazorati, qaz vazorat ishlaydi deb turmadi. Ammo muqim xizmat bo'lsa bir osmondan tila to'kilganda to'gilib turmaydi. Biz a qizvalning xizmati yo'qken Akbarjonga appamayli demigimizni qo'shilib Muzaffar, Onu deymiz, bunu deymiz. Faqat qolsa ishlimdi deb o'ylayman bu xalqni. O'g'il degan nim qilgan bilan bir o'yni beqib ketadi emasmi? kallısı ishimda emas, to'xtab qolibdi uning kallısı. Rasmi miqamabdi. Chiqni keltirdi. Onun üstüge bu oğlumuz degende şundak yaxşı terbiye koygan tursa, g'urur bor tursa, o'g'il boldi degan bir g'urur bo'lsa, hamma ishni qilib ketgili bo'ladi. nerede undaq bir maktab bitiribla kelib shirkat qurib, rivojlantiryotdi. Bu ufkan maktabni bitirib kelibla shirkat qurdi emasmi? Ya ma haqmi qiziq haqqında ne tepinamdan vaqti qolgan gapni qilib, 30-40 yilning oldidagi xizmat yo'qkin degan gapni so'rab, hozirgacha kelib nima qilib deyman? Ma qaysi zaman, qaysi davr, nechinchi yil ma deyman? Öyle bir kalendar yo'qmi deb qarab gap qilmam deyman. Onu azab o'zining qizining bu muqim xizmati yo'qkan-ku, tunigini ajab bilmay qaptimi? Bo'ldi, siz o'zingizga bir maslahatlashingiz men. Men berib so'zlashib boqqandim Ya, ya. bo'ldi, o'zingizga deyishinglar. Nerv sağlam tegdiyman. Kimisi adamning nerv sağlam tegadiganli gap bo'ldi ma'vo. Senin ufkam onu bir deysiz. Ben bir xijil olup qavatdim. Shunchalik chiroyli va'dani berib qarama, ishni qilib qo'yganimni. Yo'q, siz hargiz unda demang. Bo'lmasa menle o'zim berib so'zlashib boqaymi yoshlar. Yo'q, hargiz bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Canım ufkam, siz balsınız qat'iy bo'lmaydi. Qaysi bir ataqliq doktor o'zining kesilini davolay olaydi. Shundaqmi? Qarang, bu ishni qarang. Men kashkichi yaxshi o'ylanib doim bir adlikka berib, bir boshqacha bir yo'l ko'rsatib boqay. Bo'lamdi? Yana nimaga chiqa? Adlikka cho'qqumur to'g'ri yo'llar chiqib echilib ketadi. To'g'ri yo'llar echilib ketadi. Mushu oyning oxir to'yda gungaslab ketamdi. Shunda bo'lsa bu yaxshi. Ya'ni sizni avar qilamizmi endi? Yeni bu gapni deganingizni qarang. Avar degan gapni menga qat'iy deyman, ha? Ko'nglim keladi ekan. Sizlarningki ininglar, mening o'g'lim-da, ha? O'zimizning bolasi. Qarab turib, bu to'yni-chi qig'inimiz qilgan. Sen gap tushunib olsan fikrim, ha? Biz sening ishing kuchimidik emas, ma'mudik emas. Endi o'zimiz boril desak, texa degandek aplashmaydi-ku fikrim. Shu mana yengang ata teliqi ayolni teppa kelib, nechkatim bag'uzdi. Shu ufkam, am bizalqi usli borilsak tanishmag'an bilmagan odam nima deb o'ylar, gapni qanday boshlaymiz deb Aypashaxon bilan bek yaqin do'stkan, bir xulim qo'shni bo'lgandan keyin bir mush ayol ishni o'shamdi deb ikki qattim shunday deb demasmi? Muqim xizmat bo'lmasa bunday keyin turmushni qanday turmush qiladi, eng yaxshi tutib tursin deb. Qiz bola nima degandi sizga? Qiz bola bu gaping o'tamdi ya boshqa qiz. So'shtish boshqa qilishmagan. Sen boshqa gap qilishmaganda mushta o'tasan, hammani biz tashlab qo'yamsan uni? Bu undaga qilmadi deb. Men so'zam dadam nemish bunda deganda onam nima deb deganda. Gap deganda, masala deganda pishirib fikam.
Onundan keyin qilamiz har qanday. İşte bu to'y ishi degan ömürlük ish. Bu o'ynab kulib qiladigan ish emas, ukam. Shu men qilay deyapman shu. Bo'lmasa ya ukam siz ash qiz bilan bir yana bir ko'rishib bugalatlatdin. Bir daraq montish boqamsiz ya. Zada bir nima deydi o ko'nglida, nima o'yladi o qiz bola. İşim var men yurayim. Akbarjon, Bak kadını bana, xotini xuddi manga berdigandekmi bu? Kala deb pishillab o'tir. bo'pti Muzaffar. Mushunda o'tirib qiz bolaga bir ikki qiz gapini eplab demagachga bo'layotgan ish bu. Qanday qilamiz endi? Bo'ldi, xafaman. Bekor nervangizni chechib olmang. Dadamla anglasam bir man chiqib olaydi manadan. Talant sizde. Isil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Bile yürüşlük kolaylık ügürüsü. Nemening ta'mi bu? Nemening ta'mi bo'ladi? Qo'shnam, emakning suti, xotinning yong'oqi, yakanning bodimi, kuchaning o'rik meg'izining hammani aralashtirganning ta'mi. Assalomu alaykum, qo'shnam, nima qilyaptilar? Silidak bir choy itayda. Uni buningda etgan. Meg'izliq Ferima. Ta'mi sizga xili yoqqandek, buni otayda sizga kirgan. Asli bozordan olgan ta'mkanda. Ixlos bilan ishlangan meg'izliq Ferimaning ta'mi. Ixlos shirkatining kuzur mahsuloti meg'izliq Ferimalari. Selamı çayna pekala. Bu nazar, başka nazar. Markasıga İstanbul yazar. Hiç yok. Nazar çayını kandım. Nazar segizleri. bilan yo'qlash modi bo'ldik. Chunki Barna buvoqlar zaksi kuyimchan analarni tanlashi. Kuyimchan analardan tatliq buvoqlar so'g'a Barna buvoqlar zaksi. Samaverim bulsidi, çayları qaynab tursidi, bir piyale işkiçe, yayrım oynab tursidi. Assalamu alaykum. Bir piyale çay işkiçe, yayrım oynab tursidi degan shu da. Qadra Afonsili çay işkiçe oynab turadigan ish yo'q, çayni birga ishkili keldik. Voy, hamra çayları birga ichayli, samavarlari bo'lsa-da. Samaverdikdek o'xshab ketdi çaylarım. Qonmas men hamroh çaylar. Huzurluq ishchilik çay hamroh, kunda bizga hamroh. Bizga oziq to'liqlab sog'lom o'sib yetishiga asos soladi. Endi bo'ldi qilsa bo'lamiki? Haras, Kamran buvoqlar quvvat bulmoqlarchi mukofotmi bor? Kamran buvoqlar bulmaqi. Diyarımız içimlik sahasida öz aldığı Abide soda suyu, meyve şerbeti işlep bazar sağan karxana Abide Biopentexnik çekti şirketi bu aylık qaran komediyalik çatma televiziya teatrını alayda qo'llagan. Yıllardan beri xalqimizning yaqtirib tanlashiga erishib kelayotgan jo'shqin va ko'tarangi ro'yi holatning namoyandasi Malaysiya B2 quvvat ichimligi bu filmni alayda talab qildi. Yan ammatamda. Kim bo'ldi ya böldümümde demedim ki. Şunu dana. Esta. Çoğuyu qotilib urib baqqansiz. Çoğuyu da olsa fıkmamdım hemen. Çoğuygum neşkedim tılfırıp oldum, çoğuygum bağmaptı. Esta. Ya bu erkek mi sen bu? Xotun aldığı aşkım açta butlap jürem deyme bu. Neme degen nazıqlık bu baladıki deyme? Bo'pti xapamagan bize. Ya ben xapınmay desem oylap bakına. Ben bu aksa olgandaki mal gelmiş ya sizga demem de ona. Şirketiga çoğu. Vay şirketiga mi adamı verdim, yagi basımı şu başka balla oturuptu. Muş yok mu şıkkın baptı kelmepti. Sakal çıkan adamın kıpşıga işine deyme? Çay demlab ekireyim qiziq qilib. Vay balde. Çay içkide kulatırmamış hadi hazır. Qandaq qilmasan yo'g'oli bir akşiya bir kallasini sagitib kila. Ya Allah tulpunun o'zi. Şu umavaz qandaq qilmayman bu yerda. Yok hiç bo'lmasa aka, ya yenge, manda bo'layotidu ish. Yani bir yapıp bahmeslet ish qilamdi, qandaq qilamiz deb xuddi bir dunyoda qiz bo'lib birdek ashna almiz o'ladigandak ketgan ishindaymi buni? Kallamni aram aldirib biroq nim qilay degandi u. Kallasi aram aldirdigan odam telefon itib solmamdi. O'ch ko'p nima qilmaydi. Bo'ldi siz chiqib ishingizni qilaman, birda bir narsamni yozaymi, yana bir telefon baqaymi. Bizdan yolg'iz o'tirayman. Voy, bu aka qo'pa. Voy qo'pa. Afkam. Chiqmagan muskundiranga shimash qilib. Chiqisini go'sh qolsa bo'lganda ming yaxshi. Voy, bu chiqishga kelib turam qo'ya. Arab. Ha. Menda bir hamma axborot bor. Axborotmi? Ha. Degan afkam. Mush dadam opamda olishimcha. Akbar akamning yo'qolib ketganiga 3 kun bo'ldi. Hech qanday uzr yo'q. Afkam to'lchaq-chaqirmag'da menga. Bu cho'p-cho'n to'g'adim yo'qolib ketamda. Men san qanday chaqchaq qildim, chiqib bu gapni opam bilan dadam degan.
Onun ustiga 2 kundan keyin bizni bog'chaga olib boradigan odam-ku. Yo'qolib ketib bizni kim bog'chaga olib borar? Ey, men muştan mühim gap qilasam sen, yana shu ushaq-tushak bog'chaga olib boradigan o'ynaydigan gapni qilatamsan. Biz qanday qilamiz ukam? Voy, men sendan so'radim, men qanday qilamiz deb. Ana asir. Tuzum qo'ydim shep. Akam tiplayli. Ma ukam, mana bog'chaga boradigan. Ukam ketgan zodi odam ansiribdi. Shuni degina. Aka. Ha? Bu dodam akamga sen qilvoldim dedi, sarayib qolmasa, da'atqanti akamra sarayib qolmanda. Ukam, qalamga xiyalan qilma. Balkim akamni mashina so'qatgandi. Ey! Voy. Adam iziqtirmagan ukam. Mana akamizda emas. Akam. Ne? Прямо на лба? Aka! O'zi nega yo'qotgan? Voy, kelar. O'tira. Bo'pti, sizni achchiq gap qoldi, terkib qoldi deb men navbatchay demakdim. Bir xapamay choy ichamiz. Xeyr bitsiz. Hatpat açığım kepti yaxshilamdi değil mi? Voy, achchig'ingiz kelmasin damlab berman-ku. Achchig'ingiz kelsa, sal o'zingizga o'xshamay qoldi ekansiz. Adam deganning qayrimi zahrim bo'lish kerak Saniya. Xapamam. Neler kettin aka? Yo'qotdim barnamchada. Voy, to'xtab tur. Dada apa? Dada apa? Ilg'or. Ha, mana. Bo'lib chiqinglar. Nima deydigan dima ballamda. Ha? Qani ish bo'ldi? Dada apa? Allah, nima gap kelmasma. Ma akbarkamni biz tepadoq. Suyunchi. Az gap qilib tafsir qilishinglar ola. Ha? Chiqinglar ola. Nima bering suyunchi. Bormisan? Qanday ukam? Yo'llar, men mehmonnim ko'rganmiz-a. Sen bormi yo'qmi bu dunyoda? Bor. Tabii o'g'il o'g'anda ekan, ya menda ishim chiqib qoldi ya, menda demamsi deyman. Bu telefonni siltinolmaydi ekansa, odamni ansirtib. Shu aldirashib qolgan o'xshaymiz. Qanday o'ylab qo'sqonligini birdigina fikr. Shu 2-3 kundan beri men o'zim yolg'iz chiq o'yladim men ishlanchi. Shu xizmat o'zi bermas degan bo'lsa, men oliy maktab bitgan ekan, men bakalorlik o'qigan bo'lgan ekan, men bir qilolmaydigan ish emas shu muqim xizmat qilish. Shu xizmatni qilaymanmi? Shirkat nashrining vaqtini to'xtatib qo'yib turib. Deb o'yladim men siz bilan. Shuni maslahat qilsak deb shunday deb keldim ekan. Nat bela o'ylab sukuf. Shunday qila, shirkatni tashlab turibdi, ha? Qiziq gap qilgansan sen? Hukumatning qo'lida ishlasang nima bo'pti? O'zing shirkat qursang nima bo'pti? Ha? Nima farqi bor hozir? Onun ustiga bu qo'lingda hozir 5-6 dan bo'lsin ishlaydi ukam. Bu pishtin ochig'di, ko'ynakda ishtik aldirab olib tashlaq bo'lmaydi ukam. Adam deganning beshiga, o'g'il bola deganning beshiga buningdanmi ig'ir ne kulli keladi. Mushtinga bardosh ko'ramayamdi. Aniq qilsam bo'ladimi? Yapsam sham, ko'msam sham deb o'tiramiz ukam. Shu bu deganini tushunmaylikka sevda degan bilan haq shunda o'ylamavsa. Qarang, Akbarjon. Yaxshi ishning putli qachon jiq bo'ladi deb bu ishda shunda bir yaxshi bo'lib ketamdi oxiri. Am qog'ini baxt peshonanglar putilgan bo'lsa, afkam qichib qutulgan olmaydi. Putilmasa, rizqinglar qitilmasa, uning amali yo'q, shundami? Shu uning bir ishchingizni pishirmay, tag'dak akangiz bo'lgandan keyin, biz bo'lgandan keyin da nochi maydangizni ko'tarib turing. Xudoyim buyursa bo'ladi bu ishlar. Hop, oldirma. Hamisdan vaqt soat kelgan vaqtida o'ngishib turishindami ya? Shundayman. Bab seni ko'ngling yerim qilma afkam. Yana boshqa amalimi chiqib qolar. Boya ma yangang dedi-ku. Hamish tuz o'pkasimcha afkam. Oxir taz yaxshi olmaydi. Shu. Bo'lmasa bizni bir u haq assalomu alaykum deb kirsak, uydan haydab tip chiqarib o'tmagan ekan. Cho'ngilni ilib o'zimiz bir nima deydi? O'zimiz gapini bir o'z qulqimiz bilan anglab bir kelsak bo'lmamda. Bo'ladi. Taz o'pdan gap. Shunday qilaylik. Biz bir gap qilolmaydigan bo'lmagandan keyin, men bir yiqi yo'riquldan ish kuchni qetib olay. Aras Oypashaxonga. Voy, bo'ldi shu Oypashaxon, Tinpashaxonning gapini qo'yib kelib turib, o'zimiz berib, o'zimiz bir hamma ishni o'zimiz ko'rib keldi. Endi boshdan oxiri ayol bo'lgandan keyin, tanishib bo'lgandan keyin deyman-ku, endi mayli. Mayli, shunday qildi. Zodi bir gapini ochiq bir bilib boqilay. Bo'lsa bo'la, bo'lmasa yana bizga bo'la afkam.
Ajab. Ko'nglimni yerim qilmayib turasiz. Shundayman. Sizlar berib boqamsizlar. Shundoq qildi. Yo Allah, aran tursa, bunda sen qiz balanga bir gaping o'tash qiz. Aytadi. Ati bordimi? Mayli. Ma ati bizning uydagilar yana bir keladigan bo'ldi deb bir xabar qilib qo'yasa. Ha, ma'qul. Acan bil akam o'zi keldigan bo'ldi edi, afka. Men tayyorlikni bizda toza bir puxta qilib baray. Obdara dasqa yo'q gapchimi? Xotirjam bo'ling, xotirjam. Men dasxonni ravrs tayyorlikni bir puxta qilib baray. Saqlandı qilsa? Bo'ldi. Ko'zdirni meningda ham o'tirishib. O'g'avaldek bunda qaddig'ini ko'tarib o'tirafkan. Akam bormi dedi. Bana qaraganda adaş, ems ulu xeli bir ilmi iş uqdanlı oqşamamda. Ha, shundaroq. Ha, anda bir g'araz uqda adam bo'lsa, gap yuzgin olur. Shundami? Ha. Shu boshqa gap so'zmi yo'qmish? Balaning qashi xizmat to'g'riliq sal shu. Shunda debdimi? Na istaz qamlashmay qapti juma ma'il. Adaş, bu uqavala deganda xuddi men aldim deb medisi uqandiki o'zi baqa demasmi? Shundami ya? Ha? Mendaka? Ya. Böyle obdan hem de. O uğaval diyenin ama ben net 30 gün işler işkidetten maaşının kulluğunu öz kandavılı da. Şimdi ama ya. Bu kızık işken bu hizmetinin işi. Bu hazırki atalı ballarını birbirisi bile emez. Bu şu hizmeti, üye, mal dünyası, makinesi bile toy kıldığı okşamam da. Haklı yok. Namında bu yaş balının azı toy kılmayı yürüydü ki. Bu toy kısmı bu şu da uşak gidelmedi, kurumaydı ki desem. Bu şu atalarımızın tep bakan kiçikken bu şu da alvansılıkları bile ziş münasebetlik bir deyim. Hazır sen sılık yıkılışıp getiriyor. Ras. Bunun üstüne muş toydaki bir patman seliklarının köplüğü de. Eşemetçilik. Ay toy kılan balı var o. Hem de ata-anasınınki iqtisadi ahvali yaxshi bo'lib qolsa, ata-anasi bunday qilib yutadi ekan. Bo'lmay qolib qolsa, bechora bola xizmatga chiqib, 10-15 yilgacha shu to'yning dardidan, gadandan qarz tugamaydi deyman. O'ras. Endi va men o'zimni elib aytsam. Bir qizim oliy maktabda o'qiydi. Qon kichiklarimni o'tir maktabda, boshlang'ich maktablarda o'qiyapti. O'zingni o'qiyolmagan bilan, bolalaringni to'liqlab atdinglar-da. Adash, avlodlar yaxshi o'qimasa bo'lmaydi. Shundami ya? To'g'ri. Biz yetmagan yerga ay farzandlarimiz berish kerak, shundami ya? Shundami? Endi vaqadash. Endi shu qizim oliy maktabni bitirib kelgandan keyin, bunda rasmiy bir o'g'aval debdim, bunda aytishi debdim birsa, dada qizimni men Allah deb medisi uribdi ta'sir var, jamba qalaydigandan. Bishdan qiq olmasin berimichma, xudoyim bo'lsa. Qilmaytilsam bo'pti. Ma ish ketdi, Ya, to'y oldingizmi? Shilib. Her kishi var, o'zining niyati, tirishchiligiga istiqbol bo'lib demak ko'radi. To'g'ri. Başka. Hozir ata-onalar bu xizmatning ishini shu to'y ishiga chetaverib, yo'q olan alvan siliqlarni biz yoshlarning beshiga düplab hem adamning bir baxtli turmush kechirishiga to'sqinlik qilyapti demasmi? Hozircha shu nurg'a bizda bir qatmal idea bor-ku. U bo'lsa cho'qim hukumatning qo'li ishlimiz bo'lmaydi deydigan. Hozir shaxsiy shirkatlar ishlashim o'xshash. O'zi egilik tiklasa tegi yaxshi. Mana biz shunday qildik. Unisi hukumatni qo'llayapti-da. Lekin bizning nurg'a shu ota-onalarcha cho'qim hukumatning qo'li ishlamasa bo'lmaydi deydigan bir xato boronqamishi iddiasi qatmal idea. Ya hozirgi vaziyat shu. Bu adam mal dünyası emas, bir tirishchan. İnsafa bir baladan birini tapsib bo'ladi. Mana. Keyin o'zi ishlab tirishib bir ish qilamamiz deyman. Mana. Alloh gap qilasizlar jumaatlar. Mush yig'iladi deymiz juma, adetsizlar juma. Adash. Qanday ush tayyorlik ishlar yaxshi-da? Tayyorlik yaxshi? Nechadan boramiz ayaga? Hozircha endi shu xizmat tashildan enim bor. Endi qo'lim qo'shildan sili bor. Endi shu cho'ng'aydiki bizniki. Odam bilan onam. O'zi shu saqlab turayotgan. Men saqlab. Mana. Adash, mush ish deganni va rasmiy tarozi bosqiday qilmasa olmaydi. Shunda. Hozir va ba'zilar ay bir kentning odamini opirdigan deymish maslahatchay deganga. O aç ağılın toyduğula pıramdı deyim ya. Toğdudanla yol ölen bağını yaxşı. Şu. Men ona dem napırdı ken ki olu 20 kirdi ken. Men qopap 30 napırdı ken men. Xuduma toluş bilişi elağınır yok oqşay dep qalmasın dep. Nemi qılımız bir-birimizga quruq abri deyman. Yotqanlıqqa pusun saqamanda da. Şunu deyman. Adaş. Bu qaysi tarafga besim qilib, o'zimizga besim qilib nima kapdi? Ata-onamiz hayot tug'andikan ata-ona emas. Qarindoshlar emas. O'zaro shundali bo'lsak, eshib ketsa u
Voy bo'pti deb qolsa 15 voz yetarlik deyman. Qanday qilamiz deyman bir necha odamni opirab. Shundami ya? Xuddi bu ya bu o'tmish ko'n jamiyat bo'lmasa bu. Araqni anon qo'yayotgan, ma'ni qo'yayotgan. Mush ba'zi bizning lekin qoidasilarimiz bizning bek yaxshi. Yaxshi. Lekin ba'zi mush kichikgina bir qoidasilarni sal ashirib saza bo'lmadi. Men ish siqba tabog'im yaxshi. Shundami ya? Ha, mana aka. Dilshod kam uchur qilibdi. Sizning uydagi cho'nglarni elib, ular bizni saqlab qolibdi. Ha, mashinasini chiqarib qo'yibdimi? Ha. Unda bo'lsa siz bir telefon qilib turib ukam. Biz hozir mangamiz. Jindek tutsin deb. Bo'ldi, unda bo'lsa biz hozir uydan chiqdik deb telefon qildim ha. Mayli. Bo'ldi. Adash tayyorlik qilibdimi? Tayyorlik qilib bo'ldi. Dasqonli cho't haya oldimi? Dasqon? Ha. Siz ko'tarib turinglar. Amsa akama telefon qilib o'tay. Ma'qul. Mangmaylamas deb o'tirmas. Qo'pollar. Qo'pollar. Manglansa. Ha, mangla. Samiya. Telefon tutma. Ha, bitti. Ben de size saklıp durayım. Ha, ma'qul. İşlerik bulamam, dasqon olmadı. Voy, ma'qul, jiddiylashtimi? Ha, ma'qul. Ha. Yo Allah, ajabni öküsü yo'q. Voy, bu makanda mı ya da? Voy, kelolma. Siz ufka meni bo'lsa. Kela. Voycan. Ya Allah. Ajoyib odamlar ekan mama jahonda. Şu ben dedim o. Bir adam aralashgandan har qanday ishga bir shayton aralashdi degan gap ma'qul. Rasmi. Ya qarab turib bizim ishini bir aypash aqan degan xotinga tas qapti qo'sh xotinning yolg'on yovdaq gaplarga ishini men ishni buzib etgan ukam. Nima bo'ldi? Voy, u xotin ishini buzib tikan emasman. Qanday? Ukam, o'tirdim men manga deb bizga shunday yaxshi gap so'zni qilg'ini bilan asli maqsad boshqa ekan. Jinning qasdi chaptildi ekan ukam. O'yinda qansa? O'zining o'g'liga sayiq emas, men qizning nechog'ni seni gapini qilmay. Tova. Aypash aqan degan xotinmi? Ha. Voy, hozir adamning bir talatini gipini olsa bo'ldi ekan, ha? Bas. Qada meni degan gapim to'g'ri ekanmi ya? Ha, shu berib aqil desam, o'tirga dem salamiz deb. Yo'q, endi Muhammadlikqa ushtim tutlam, to'nimagan bilmagan yerga udullam kirsak qanday bo'ladi deb endi. Bu burungi zamon emas, eshak vazirda bedikomiz sotqin olmaydigan. Endi ayol do'sti bo'lgan ekan, bu biz bir yaqin o'tgan ekan. Onda qaniyatlikin men bildim. Tasqapdim zaten. Ya shundaymi? Bu oshla gaplar olib ketdi, ayolashlar dedi degandan men so'rgancha so'sam, bundan onam nima ish qildi deganda, dadam nima qildi deganda. Ota-onasi bayam dedi-ku. Qizvaldan so'rabdi. Müştarak bir gap bo'ladi deb, xotinning balasi sayiqgan degan aqzol o'z unumay turibdi. Bizning bir pitishga yerimiz bor dedi. Shu men tushunmay qolgancha bu qanday gap bo'lib ketdi bu da. Ha, shu yo'qolib ketganmi? Ammo ba'zi chaqdash o'g'avalni qo'yaniz shumasan, ha? Jimmi dedi odamlar ishini siqib. Mana pitishga ish qo'ymana. Muborak bo'lsin, fuqa muborak bo'lsin. Bu ishbek Voy, yaxshi. Voy. Qanday bolam yaxshimi? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi, o'zingiz yaxshi. Voy, yaxshi hammanglar bor ekansizlar-a? Men shu sizlardan yana bir ko'rashga sizlarni bormi, yo'qmi deb kirishimdi. Bir tushdan keyin ash uyda bo'lib, men avar bo'lib. Voy! Siz ash qizlarni o'yga bordingizmi degan bir tushdan keyin? Hozir kelga o'xshamamsiz? O'shada o'tduni keldim. Chaqat tatibsiz. Shuni bildingmi? Voy, xudoyim. Nima deydi u? Nima deydi ular? Voy, yeni ko'ni gapi. Birdam shu xizmatlar yeni hel qilar, yeni mel qilar. Voy xudoyim. Bekla achchig'im keldi qarang. Yelim achchig'ingiz kelmadi. Ha, shu. Bek xap bo'ldi. İşte onu oyladım, bunu oyladım. Voy, nima bo'pti bu haqqa? Qiz ol degan jiqqo shundami bolam? Bunda polvondek yigit qiz deganda jiq. Bek to'g'ri gap qildingiz, bek to'g'ri gap qildingiz. U bir tepilmasin, xo'mso bo'lgan. Shundami? Shundami? Qiz ol degan samandek. Mening enim kim chiqdi, sizning o'g'lingizmi chiqdi, shunda qo'y. Ha? Qiz ol degan jiq. Unda xo'sa bu ishni misha to'xtataylikmi dedim-ku. Bek to'g'ri o'ylabsiz. Bizni shu misha to'xtatib qo'yaylikmi degan. Ajab yaxshi bo'pti. Bo'ldilar. Qo'yma avar bo'ldik odam degan herib bir nimalarga, ha? O, işte. Baba, anladınız mı? Anladınız mı? Çoğuş.
Ola hemen çumuş çıktı. Hazırma o. Yanlış kuruda. Taladın mı? Ha, adamdan kopmuş gitti. Müşedin mi? Bize koğap kiralık naige. Neymiş çıktı? Ola hemen çumuş çıktı. Ay şu demem sen bana neymiş çıktı adam nazretmey. Ya Allah acaba ben... Ya yandı kara uğur kırptı uğur. Uğur kırıptı? Ha, yan